Tomiyam sho'rvasini mazali portlash deb aytsa ham bo'ladi. Tomiyam sho'rvasi uchun bozorlik qilib olamiz. 10 yildan beri faqat shu do'kondan mahsulot sotib olishimga ko'p sabablar bor. Bitta sababi, men sotib olgan baliq kecha Atlantika okeanida suzib yurgan edi. Boshqa sabablarini aytib o'tirmayman, o'zingiz kelib guvohi bo'lishingiz mumkin. Ribniy mestechkadan bozorlikni qilib oldik. 500 gram tovuqni 2,5 litr suvda qaynatib ko'piklarini olamiz va layim limon sedrasi va lemon grossni ham solamiz. Bulyonimiz yarim soat qaynadi. 4 osh qoshiq tomiyan pastasidan solamiz va 350 gram kokos sutidan ham solamiz. Lemon gross va layim sedrasini olib tashlaymiz. Tabga ko'ra tuzlarini berib, xohishingizga qarab baliq solsangiz ham bo'ladi. 200 gram qo'ziqorin yoki dengiz qo'ziqorinidan ham solsangiz bo'ladi. 10 dona krevetka va mediy chig'anoqlardan ham qo'shamiz. Sho'rvamiz 15 daqiqa qaynaydi. Tuzlarini tabga qarab ko'ramiz va bemalol tanovul qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Bu sho'rvani ichib ko'rmaganlarga faqat afsus deyman.